Ikkinchisi eng ko'p so'raladigan narsa bu bolalarni gijjasi. Bolalarda juda ham ko'pchilikda gijja borligi. Gijjaga eng zo'r kuchli narsa mana qovoq urug'i bo'ladi. Qovoq urug'ida juda ham yuqori darajada sink bor, gijjaga qarshi juda ham zo'r vitaminlari borki, shu to'kib tashlaydi vitamin nimalari, gijjalar. Bunaqa blenderga solinadi-da. Mana ko'rinishga keltirib olib, bunga asal qo'shasizlar. Asal juda ham toza bo'lishi kerak, chunki toza asal odamning tanasiga singdirib berish xususiyati bor. Mana bunaqa ko'rinishga keltirib olasizlar. Asal qovoq urug'i. Buni har kuni mana shunaqa kichkina qoshiqda bir qoshiqdan olib bolangizga ertalab va kechqurun berib tursangiz agar gijjalarni to'kib oladi. Buni oilaviy hamma iste'mol qilib yursa bo'ladi. Erkaklarda ayniqsa prostatani oldini oladi. Tabobatdagi eng nomer 1 narsa bu prostata uchun qovoq urug'i bo'ladi. Asal boshdan boshlab oyoq uchigacha butun organizmga hamma joyda davolasa bo'ladi asal bilan. Aynan qaysi kasallikni oldini olmoqchisizlar, shuni kommentariyalarda yozib qoldirsalaring, bu videolarda o'sha bo'yicha videolar tayyorlab beramiz.